Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy roman G'ani Batur. Avtori Ziyo Samadi. 7-bob. Bu kecha Niyoz Lozung Qaradong mahallisidagi kichik xotini Avaxonning uyida jaz qurdi. Zolimligi, shafqatsizligi va xususan Xitoylarga yaloqchiligi tufayli xalq nazaridan qolgan bu qaloq beshamning na ilfiti, na do'st yoranlari bo'lsin. Milliy soz naqsha, milliy o'yin tomosha deganning qishida turmaydigan. Uning birdan-bir ko'ngil xushi qimor. Xitoylarda qimorning turi ko'p bo'ladi. Ularning Uyg'urlar eliga ilib kirgan madaniyatining bir turi mushu qimorg'u oxir. Niyoz Lozung ana shu qimor turlarining hammasini o'zlashtirgan va Uyg'urlarning 4 o'shuq dattikamida ko'ksi tavlangan dag'al qimorvozlardan bo'lib, 3 ayib, haraxo'r, payishvoz va qimorvozning pirlaridan biri. Uning jung surishadigan o'yinchilari o'ziga o'xshash Lozung, Tungchi, Loylar, tөгini yungi bilan yutadigan paraxo'rlar. Bugun shulardan Ma Lozung, Davur Tungchi, Yaqub Lozunglar jam bo'lishdi. Ularning orasida yemishem yugi yetimga mangadigan, tala tuzning gapini yiqitmay timitmay yetkizib turadigan Davurning quyurg'i Hashim Tokomu bor. U qimorvozlarga yiroqni yaqin qilib beradi. Uningga hamma o'xshash, qo'sig'i to'ysa bo'ldi. U teki bo'lsin, suti bo'lsin deydiganlardan. Yasidiq xonining bir chetida Dugulak jo'zning ustida liq yemak ichmak, ikkinchi to'rida qilin ko'rpalarga o'ltirishgan qimorvozlar 5 lang o'ynashmoqda. Ular shunchalik vaqti yo'qdek, o'yindan bosh ko'tarishmaydi. Bu qitim do'kalig'imga utmasam, dedi yapta kelmay jeli bo'lgan Niyoz Lozung. Qag'izingning uziga shaloqqada tukuraman. Nima ketibdi shuncha? Og'zingning yili bir popoz bilan atila to'lib olasan. Chalamas qimorvozlar Davurning kinoyasiga kulishdi-yu, hammasi Niyoz Lozungdan tap tartqachqa jimib qilishdi. Niyozbegim, ko'prak tiksla. Bu qitim utmaslar, o'ng qulog'imni kartada kesib, tavkaga tashlab beraman. Xushomat qildi usuluq sunuvetib Hashim Toko. Masiz xalchining gapini odamning o'g'isini qaynatmay neri tur Toko. Yili tipak yeysan. Hashimga alaydin Niyoz. Xo'p begim, xo'p. Dangaqlab sirtqa chiqdi Hashim. Bu guytoza qog'oz chiqmadi. Zarildi yana. Putturgan Niyoz Lozung qog'ozni peqirtib tashlab. Shamoldab kir, yapti keladi. Ko'ranglima shu ovchi. Davurga terikdi Niyoz. Gansa jisa qilmasam, itimni yutkib o'taman. Qani ko'rimiz, kimni kim gansa jisa qildiganligini. Bu o'yanda hapsilam qolmadi. O'ynasang 4 o'shq o'ynayman. Xo'p, sinanchi bo'lsin, dedi Davur. Va 4 o'shqni uttirsang, majang o'ynayman desa, cho'ng so'zlama, tixi atigan. Agar sana uttirsam, xotinimni 3. Hay, Niyozbek, u taraflarga o'tmayli, dedi bayatdan shuk o'ltirgan Ma Lozung. Nech qitim o'tib qaytib olgan, dedi Davur. Boshqalar kulib o'tishdi. Chunki Niyoz Lozung hadisla xotinim 3 taloq deb qasam ichidiganu, ammo tez yinib oladigan. Arsiz bishamlarning chaqchaqlari tillashqa, ondan urush jidalga aylanib ketadigan chog'larmi bo'ladi-yu, atsigila madasining oshpozilida namaqul bo'lishib, oxiri yana qimorga bog'lanadi. Lekin bir-biri bilan mansab talishi, boyliq talishi, saman ostidan suv qo'yib, ipini topsa piyini qirqish, g'ulatishga, dastlab o'tib ketishga har dam tayyor turishadigan. Ay, Toko, nadisan? Xotinini tilga olganiga sal xijil bo'lgan Niyoz gapni yoputmoqqa urindi. Labbay begim, paydo bo'ldi Hashim. Ma gilamning chetini qayrg'in. Xo'p begim. Hashim zo'r zilchining bir uchini injiqlab turib qayrdi. 4 o'shq o'ynaydigan tavka tayyorlandi. Qimorvozlar tavkini do'ra qilishib, zo'ngzishdi. 100 ling piyodin kam tiksang, o'shq atmayman, dedi 4 chimatni qo'lda dangsab turib Niyoz.
u yaktiz bo'lyapti. Mana 200. 2 bo'liq pulni tavkaga tikdi Davur. 100 dedi Ma Lozong. 100 dedi Yaqub Lozong. Dattikam chimatlarni tavkaga zarb bilan tashladi. Qatang maydisiga o'ng qo'lni urib Niyoz Lozong. "Ya Jamshid!" deb qimarning pirini tilga oldi. O'z navbatida chimatlarni atgan Davur. U avval yerni, ondan ko'ksiga urdi. Qarma-qarshi etishlar necha takrorlandi. Oxiri kir, mayliq qo'llarda to'la tutilib, paqirab, seliqtab ketgan chimatlarni g'azab bilan alqiniga tizgan Niyoz Lozong Apsun o'qigandek pudidi. Ondan kichik bola chaqirgandek, "O'shoq tartishyotidi. Do bormi?" dedi. "Armanda qolma, yana yuzni tikish" deb bir bo'loqni tavkaga qo'ydi Davur. "Ya pirim Leylibosh!" Niyoz unlik vaqirdi-da chimatlarni otdi. Tavkada bir takka, 3 chikka ko'rindi. "Chu, chu, tushdi!" vaqirashdi tutqanlar. Niyoz Lozong hushini yo'qotgandek qetibla qoldi. Shu oraliqda darvoza taqildab ketdi. Qimarvozlar tashvishlangandek bir-biriga qarashdi. Ular qimar o'ynashdan qo'rqmaydi. Chunki Dotay, Shenganlarmu Xagung yo'q o'ynaydi. Qimarning beshi shular. Munularning qo'rqishi boshqa dingsing zamon. Kim biladi, bir yerdan to'polon chiqdimi? Qaysi lomoda bu ha? Kechida bekor kelmagandu. Shum xabar bo'lmas bo'ladi-ku. "Men chiqib boqay" deb qo'zg'aldi yosh, boshqalardan jur'atligiroq Davur. "Astag'firulloh. O'yinning bilig'i tepib o'tadigan bo'ldi-da." O'kindi tavkadagi pullarni yig'ishtirib Niyoz Lozong. Taladilla nimlardir g'udunshib kirib kelgan hokim Shangyu bo'sog'idan atlamayla. "Voy dod, Niyoz begim" deb dotladi. "Sanmiding qirib pasandi?" Yergangandek tarini turdi Niyoz. "Lalma ishda kechida odamning burdisini qochirib yurganini qaylanglar, bu guytozining." O'lganni tepdi degandek bu xil zaharxandilikdan hokim Shangyu tinab tamtib ketdi. U kayniga qaytmoqmi bo'ldi-yu, ala baytaldan qo'rqqachqa tuvan qarg'inicha pushuldab un chiqarmay do'msiyib turdi. Uning shu tapdiki 2 mangzi chetib qo'yilgan 2 do'saqni eslatdi. Ajab, odam bolalari bir-biriga shundoqmi o'xshaydi-kina? G'ojak bilan hokim bir qilibdan chiqqandekla. Nahayati taftishlab ketsang, goshakning shillasidagi qizil mangni topolmaysan. Farqi shula. "Nima deb kechida odamning kayfini buzib kelding deyman o'y ushuq" devayldi Niyoz baricha ko'psab. "Bu qitim qo'yningdagi xotiningni tartqizib qo'ymagansan, iliqi g'ini o'g'riga. Ha, ha, shu deydiganingni demamsan, alab yegan o'kizdak pushildimay. Bechora esini yig'ib olsinlar, bir china choy berayli." Arga tushdi hokim Shangyudan talay qitim so'g'lar algan Yaqub Lozong. "Bu ditsiz kalampayning topgan vaqtini qaramamsizlar?" Yana bir dam vaysagan Niyoz eshikdan beshnila kirgizib turgan Hashim Toko'ga "Choy quyib ber" deb buyurdi. O'ri turgan peticha necha china choyni kayni-kayndan ulab ichib, buyg'urgan tarini surtib, ondan duduqlab turib, bo'lgan voqeani so'zlab berdi hokim Shangyu. "Isit, Shangyu nomini ko'tarib yurgining. Bo'yni beshi buqidek 4 odammi bir yosh go'dakka bo'zak bo'lishdingmi? Tfi! Er nomini ko'tarib yurgan hazilak. Mening oldimga kelgicha avu og'amchidek so'zlab turgan pöpüklik ishton big'inga esilib o'lsangchu kashki. Jinimni olsangmi ol. Mushundoq zahardan betar tilingni sanchimisang, Niyozbek" dedi oxiri. Zaharlik kinoyalar jiniga patgan hokim Shangyu. "Sen" dedi Davur To'ngchi. "Sen Niyoz Lozong g'inini yaxshi bilmaydikansan. Ilg'u 4 kishi ekan, 10 kishi bo'lsa uning bilan ilishmoq tez. G'ini degining bugun Shangyuning yo'lini to'rsa, atasining, meninkini, ondan Shangan Dotayning oldin to'rishi cho'qim. Vaqtida uning tanovini tartish kerak" dedi Ma Lozong qo'lidagi 4 chimatni o'ynatib turib.
Bek aşırıvettinlar. 3 gün içi tutup, Şengen darının aldıda tiz püktirmisem o oğrını liyaz lozon bolmay ketey. Bekmi aldırap köksünge urma dedi G'nini yaxshi biladigan va uning bilan xili ilpachilik qilgan Davur. Shu harmidan o'chimni elib bersanglar, jon beglarim, mol mulkim sizlardan o'rgalsin. Azbiroyi xudo yalvurib beshini egdi Shangyu. Hakim bayning va'dasini anglagandan keyin Alı baytal xotirjam bo'lgandek kichikkina shisha qutidan bug'doydek apyunni elib og'ziga soldi. Qimorvozlar amdi g'inini tutishning chorasini o'ylashdi-yu, aniq bir qarorga kelisholmadi. Chunki shu topda g'ini nada? Tog'dimi, to'qayliqdimi yoki shahardimi? Balkim davon ishib Oqsu, Kucha, Qashqa tavasiga o'tib ketdimi? G'ini bir qitim Sovet ittifoqiga o'tib ketgan edi-ku. Aroq bilan apyun kaypida boshlari aylangan paraxo'rlar bu ishni avval Shangan daringa bo'gula qilmoq bo'lishdan qurolliq kuchga tayanmoqqa qaror qilishdi. Bu maslahatga Davur qo'shilmay sukut qilib o'ltardi. Uning o'z hisob choti bor. Bo'gula ma'lum qilish. Cho'ng qobulxonga chetilash pinhon bo'limiga 2 kishi apyun chekkini kirishdi. Birining jug'i kichik, o'zi momsham o'xshash sog'uch, munchoq simon ko'zlaridan quvluq shumluq aks etib turdi. Bu g'uljining hukmroni Shangan. Ikkinchi qosh kirpigining tayini yo'q. Bu qapoqqa o'xshaydigan bo'lsa, Shanganning maxsus kotibi va maslahatchisi Kang intayin boy G'ulja noyisining taqdiri mushu ikki amaldorning qo'lida. Ular apyun tartib yetib, mahkum Uyg'urlarni boshqurdi. Apyunning kaypini surib turib, xalq ustidan hukm chiqardi. Ularning huquqi cheksiz, daxlisiz. Chunki Shanganlik va boshqa mansablarni setib olg'achqa, xalq ular uchun xususiy mulk hisobida muomala qilinadi. Manching xondanligi davridan an bo'lib kelayotgan mustamlika siyosatining tub mohiyati shuningdan iborat. Quyosh nuri tushmaydigan maxsus bo'lmini mis tavoq ustida yenayotgan apyun chirig'i g'uva yo'rtib turdi. Tavoq ustida yana talqon qilingan apyun va chakkuch asboblar faqat apyun chekish uchun kerak. Apyun kashlar amdila qing'ayishib, chekishga taraddud qilishiga ishik asta chekildi. Bu intayin zarur ish yoki muhim xabar ro'y bergandila bo'ladigan holat. Shangan apyun nogaychisini og'izdan chiqarmay turibla kotibga qaradi. Kotib o'rnidan turib, ishik tuviga berib, "Nemish?" asta so'radi. Ayni Shanganning og'zidagi nogaychi mis tavoqqa tushib ketdi. U qandoq turganligini sezmay qoldi. Ayni takrorladi ishikni qiyo ichib beshini ko'rsatgan xodim. Davr to'nchi keldi. Shangan datanga chiqqicha g'inini qandoq jazolash va bu do'lan gadankash chatoqchi chantoni jazolash orqali boshqa chantolarning yurgini mujish choralarini o'yladi. Bugun atigan o'rindan amdila turib, oqshomgi kayfini besildirish uchun ochiq choy damlatib ichib turishiga kumuch patnosda jup yambu 300 sar pulni ko'tarib kirgan shaxsiy kotib bu so'g'alar qosh qarabog'liq hokim Shangyuning ekanligini va g'ini degan zivaza atoqliq Shangyuga zo'rliq qilganligini va Niyoz Lozong, Ma Lozong, Yaqub Lozonglar g'inini darhol tutib chora ko'rilmasa, cho'ng g'ovg'a qo'zg'ash ehtimoli borligini aytishganligini yetkazib, hokim Shangyu boshliq yurt cho'nglarining g'ini o'g'ri tafriqchi ustidan yozgan arz shikoyatni topshirgan va Shangan arzi shikoyatni o'qimayla zivaza g'inini qayerdan bo'lmasin tutib kelishga jiddiy buyruq bergan edi. Shangan datanga chiqdi. Mansab ustiliga o'ltardi. U vijik apyunkashdan surlik ma'murga aylandi. Uning atrofida muhofazachilar, kotib maslahatchilar. Davr kirsin. Shi bosh kotib chiqib davrni boshlab kirdi. Bu go darin ruxsat qilg'aysiz, xo'jam. Davr
cho'qingandek 3 qitim bosh egib yerga qarag'anicha taq turdi. So'zla, buyurdi Shengan. G'ini o'g'rining bekingan joyi tepildi. Qani, it qayerda? Mashada, shaharda. Shaharda? O'rnidan tik turdi Shengan va asabiy odamdek vaqirab, tutinglar, nima qarab tursizlar? Tutinglar! Datang opur topur bo'ldi. Davur qurolliq chiriklarni agashtirib chiqib ketdi. Shengan bilan shaxsiy kotib ikkisila qoldi. Ular chala qolgan xumarni qondirish uchun yana pinhon bo'lmiga kirishib ketishdi. 10 necha qurolliq chirikni agashtirib, G'inini tutish uchun Shengan yamulining qara qapqisidan chiqqandila nomardlik qilganligiga afsuslandi Davur. O'tmishda qasam ichib, do'stlashgan odamini nima uchun Xitoylarga tutib beradi? G'inidan nima yomonlik o'tdi? Bu savollarga chak bosqidek javob topolmadi u. Endi qandoq qilish kerak? Yaltaysunmi? Boshqa bir joyni chiriklarga ko'rsatib, iz yo'qitish kerakmi? Shengan nima der? Yo'q, u hargiz ishonmay, ishchatoqqa aylanib, o'zi jazoga tortiladi. Kechikdi. Endi bosgan izidan qaytolmaydi. Buningdan bir necha yil ilgari G'ini bilan do'stlashgan. Ikkisi o'ttirsida sening, mening degan gap bo'lmaydigan. Talay sho'xliqlarnimi billa qilishgan Davurning Yamulda to'ngchi bo'lishi G'iniga yoqmadi. U Davurga oshlampung setib jon baqsang mayli, Yamulga yaqin borma deb ranjib, ichinib desimi do'sti pisang qilmadi. Hatto u to'ngchi bo'lding, Shenganning tili bo'lding degan so'z. Hamma seningdan ayminadi. Xolisang yoy qilib qo'yman, deb G'inining g'azvini qo'zg'agan. Ular qasam ichib do'stlashgan. Va'diga, qasamga vafo qilgan G'ini Davurdan kechib ketmadi. Uningga qara sanamadi. Lekin zolim amaldorlarga yaqinlashgan Davurdan sal chetnab qoldi. Davurning muomalasi o'zgarib, gidiyib qaraydigan, uzun burtini to'lg'ab so'zlaydigan bo'lib oldi. Bu yil bahorda daryo bo'yi saylisida mast bo'lib olgan Davur ilpatlarning biriga zo'taliq qilib, bekordan azor berginida, G'ini nima shuncha adab ketding o'y, ko'kultak, devidi. İlpatlar qaqaqlab kulishdi. G'inining so'zi to'ngchi janoblarga tik keldi. Yolg'iz yerda bo'lsa maylidi. Munu so'kultaqlarning oldida obro'yini to'kkunini qara vahshining. Davurning ko'ziga qon quyildi. G'azabdan beshi piyqirgandek bo'ldi-da, bexud odamdek G'iniga peshva otdi-yu, lekin uning putini kappida tutib olgan G'ini lekkida ko'tarib suvga tashlavatdi. Başta kulishgan, keyin uzishni bilmaydigan Davurning suvga cho'kib ketayotganligini ko'rishib qo'rqib, cho'qirishib ketishdi va G'iniga yolvorishga boshladi. Bu xada birdam suv ichsin, dedi-yu, o'zini daryoga otdi G'ini. Hayol qilmay behush Davurni yudib qirg'oqqa ilib chiqdi-da, put qo'lini silkishtirib, og'izdan suv qaytirg'izib, aran avashga keltirgan edi. Bo'lgan vaqa shunchalik, o'yin chaqchaqningmi oqibati shunchalik. Shu kundan e'tiboran G'inini qasdlab, ipini topganda mo'ma xallisini ko'rsatishni ichiga pukib qo'ydi. Mana shu paytmi keldi. G'inini tutib berib o'chini oldi va ayni vaqtda xizmat ko'rsatib Shengan darin oldida inovati oshidi. Bir chalmada ikki paxtakni urmoqchi. Uning yordamchisi Hoshim Toku. Toku G'inining hamma kirib chiqadigan to'shiklarini bilatdi. G'inining so'qingan yerini tepib bergan edi. Qani, qayerda? Bir yernila aylanganda qilimiz-g'u ho'y! Xitob qildi gumonlanishga boshlagan chiriklar boshlig'i. Hozir yetimiz. Davomi bor.